Assalomu alaykum obunachilarimiz. Sizlar uchun yana bitta apparatimiz bitdi. Izboskan tumaniga. Fermer akamizniki bitti mana. Jatkalarni bitirdik mana. Kecha jatkalarni qo'yamiz, ko'rsatamiz dedik, uspet qilinmadi kecha. Xudo xolasa mana bugun bitdi. Pichoqlar zazonlarini, mahogilarini qildik. Endi arqa partlarni ham bitirganmiz. Tuyish sistemalarini bitta ko'rsatamiz, xudo xolasa. Chiroyli holatda ishlayapti. Qani mahoyida aylantiringlarchi. Igna chiqish jarayonlari xudo xolasa mana. Tepaga olib. Endi mana ipini chiqaradi. Tezlat bor, ha. Bo'ldi. Mana endi iplarni bog'ladi. Birinchi ipi. Mana ikkinchi ipi. Xudo xolasa bedaga olib chiqib solamiz, ko'rsatamiz mana.